Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bu Premiere Pro kursi va biz 8-darsimizda nimani o'rganamiz? Ya'ni Lumetri Color, ya'ni mana shu kadrimizni bo'yashni o'rganamiz. Birgalikda shu kadrimizni bo'yaymiz. Biz 4-darsimizda mana shunaqa исходник materialni tahlil oluvdik. O'sha исходник materiallardan foydalanamiz. Buni o'zi bizga hozircha yetarli. Kadrimizni bo'yashga, ya'ni unga ozgina kontrast rang berishda biz Lumetri Colordan foydalanamiz. Lumetri Color mana shu effektdan topsangiz bo'ladi. Lumetri deb yozsangiz, ya'ni Lumetri Color deb mana Lumetri Color chiqadi. Keling, buni tashlamasdan hozir Lumetri Color panelini ochamiz deb, birov o'zi Lumetri Color panellari bilan tanishib chiqamiz. Biz Lumetri Color panellarini birinchi darsimizda e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, shu Lumetri Color va Lumetri Scopes panellarini o'sha Windowsdan chiqarib olgandik va tahlil olgandik. Biz endi mana shu panellarimizdan foydalanamiz. Biz effektdan Lumetri Color olmasdan birato'la mana shu Lumetri Colordan foydalanamiz. Xo'p, demak, buning uchun biz birorta kadr tanlaymiz, ya'ni birinchi kadr mana shu kadr tanlaymiz va bizda nima bo'ladi? Lumetri Color paneli mana bunaqa yonadi va bemalol uni nastroykalarini ochib beradi. Bundan bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bunaqa diagrammasi bor Lumetri Color. Bu Lumetri Colorning diagrammasi, ya'ni Lumetri Scopes. Bu Lumetri Scopes nima uchun kerak? Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda ko'k rangni ko'rishingiz mumkin va mana yashil rangni va qizil rangni ko'rishingiz mumkin. Ko'rasiz, bu diagramma sizni qo'rqitmasin. Shu paytgacha eshitgan bo'lsangiz kerak, red, green, blue degan RGB degan narsani. O'sha bizani aynan mana shu kadrimiz RGB. Umuman olganda hamma ko'rib turgan anaqa sifrovoy, ya'ni o'sha elektron videolarning hammasi qizil, yashil va ko'k rangdan tashkil topgan bo'ladi. O'shanga RGB deydi. Bu yerda Lumetri Scopes ham xuddi shuni ko'rsatadi, ya'ni ko'k, yashil va qizil ranglarni. Va shu ranglardan bizani kadrimiz mana shu hosil bo'lyapti. Bu endi sal tushunarsizroq holatda turibdi. Hozir biz uni tushunarli ko'rinishga o'tkazamiz. Bu diagrammadan foydalanmaymiz-da, buni xuddi shunaqa boshqacha oddiyroq diagrammadan foydalanamiz. Lekin u ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa diagramma bo'ladi. Demak, hech qachon o'ng tugmasini bosasiz va presetga o'tib turib, manba parade RGB ni bosasiz. Ko'rib turganingizdek, mana bizda nima qildi bizga? Ya'ni boya RGB dedik-ku. Mana RGB ga ajratib berdi bizning kadrimizni. Mana shu kadrimizni 3 ta rangga, ya'ni 3 ta diagrammaga bo'lib oldik. Bu joyda mana qizil, yashil va ko'k ranglarda. Yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, mana ko'ryapsiz, bu yerda misol uchun mana bu yerda mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda mana bu personajimizning yoqasi joylashgan. Tushunasizmi? Mana bu yashil rangida sal teparoqga o'tib ketgan, ko'k rangida bu yoqda salgina yana teparoqda. Yana bu yoqda ozgina o'tkazadigan bo'lsangiz, ranglarni diagrammasi mana bu yerga kelganda mana eshik ko'rasizmi? Mana bu qismi eshik. Boyagi hamma diagramma bir-biri bilan qo'shilib ketgan RGB ustma-ust tushgan joyida ham xuddi shunaqa edi. Mana xuddi shunaqa, faqat hammasini bitta joyda ko'rsatyapti. Bizga hozircha bu sal noqulayroq, o'shaning uchun parad RGB ga o'tamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek mana 3 ta rangga bo'lib berib turibdi. Buni hozircha Lumetri Scopes shu holatida qoldirasiz va biz bu yoqda Lumetri Color ga qaytamiz. Ya'ni mana shu kadrimizni salgina tartibga keltirishimiz uchun. Demak, sal pastroqga tushasizda, mana bu yerda mana bu joylarga tegmay turamiz hozircha. Bizda hozir maqsad nima? Hozir maqsad bizda mana shu kadrimizni ranglarini standart bir-biriga balans qilib olishimiz kerak. Ya'ni RGB hozir bizda balans emas, bizda balansini salgina to'g'rilab olishimiz kerak. Kadrimizni balansini salgina. Xo'p, demak, buning uchun biz curvels'ni ochamiz. Lumetri Color'da biz curvels'ni ochamiz va salgina g'ildirab tepaga chiqamiz va bizda ko'ryapsiz, mana bu yerda curvels ichida RGB curvels bor. Demak, bizda bu yerda oq rang va qizil, yashil va ko'k rangimiz bor. Oq rang bu shu uchala rangga birdaniga javob beradi. Va qizil rang faqat mana bu qizil rang uchun javob beradi. Yashil esa mana bu yashil uchun, ko'k esa mana shu ko'k uchun javob beradi. Boshqa ranglarni hammasini bitta qator qilib olishimiz kerak. Uni o'shanda bizda balans hosil bo'ladi kadrimizda ranglari bo'yicha. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana ko'ryapsiz, bizda 90 dan salgina pastda turibdi bu qizil rangimiz va xuddi shu joyi yashilda esa salgina 90 dan oshib ketgan. Ko'k esa yana ham oshib ketgan. Ko'ryapsiz? Demak, biz hammasini bir tekis qilib olishimiz kerak. Buning uchun biz keling, mana buni qizil rangimizni mana bu uchini sal 90 ga ko'taramiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun qizilga o'tamiz. Shunda biz mana bu qizil rang nastroykasini ochib olamiz. Bu curvel'dan mana bu tepa tomoni
chizig'imizni tepa tomoni mana tepasiga javob beradi. Pastki qismi esa pastiga javob beradi. Endi mana bu nuqtadan tortib turib chap tomonga yursangiz, chap tomonga suradigan bo'lsangiz, shu tepa qismi tepaga ko'tariladi. O'ng tomonga pastga tushiradigan bo'lsangiz, pastga tushadi. Tushundingizmi? Endi biz buni salgina teparog'iga ko'taramiz-da, mana taxminan mana shu qismlarigacha olib chiqib qo'yamiz. Mana shunday. Salgina o'tkazamiz. Va bizda bu yoqda pastki qismi yaxshi holatda turibdi. Keling 90 dan ham salgina oshiroq olamiz. Balansga keltirish uchun. Taxminan mana shundoq. Endi yashilga o'tamiz. Yashilda esa keling biz salgina pastga tushiramiz. Va past qismi yaxshi turibdi. Biz endi ko'k rang salgina oshib ketgan, salgina pastga tushirishimiz kerak tepasini. Buni syomka qilgan paytimda balans olganman. O'shaning uchun unaqa katta ayb chiqmadi hozir kadrimizdan. O'shaning uchun unaqa katta o'zgarish ham ko'ringani yo'q. Keyingi kadrimizda salgina mana pastki qismlari, ya'ni hozir qorong'i, bu svet yongandan keyin ko'rasiz rang o'zgarishini. Mana shu qismida qorong'i bo'lgani uchun bu yoqda rang qo'shilmagan va yorug'lashgandan keyin rangni ko'rishni boshladi. Xo'p, bu narsani sizga ko'rsatishimdan maqsad nima? Agar kadringiz, misol uchun balans qilinmagan bo'lsa, balans qilinmasdan sizga yetib kelgan bo'lsa, shu balansini aynan shu joyidan o'zgartirsangiz bo'ladi. Agar kadringizga qaraganingizda kadringizni rangi sizni qoniqtirsa, ya'ni rangi yomon emas deydigan bo'lsangiz, uni bunaqa qilib to'g'rilab chiqishingiz shart emas. Sizni ko'zingizga yaxshi ko'rinsa, eng asosiysi shu. Har bitta kadrni balans qilib chiqdik deb hisoblaymiz. Misol uchun ideal holatda hammasini balans qilib chiqdik deb hisoblaymiz-da. Biz hozir shunaqa joyga yetib keldikki, kadrni bo'yashga yetib keldikki, bu yerda hozir bu narsani noto'g'ri yoki to'g'ri deyishni, aniq shunaqa gapirish o'zi noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda ya'ni o'sha men ijodkorman, men shunaqa ko'raman degan joyi aynan shu kadrni bo'yash bo'ladi. Siz xohlaganingizcha bo'yashingiz mumkin. Bu yerda sizni aniq oxir oqibat siz qanaqa mahsulot chiqarmoqchisiz, ya'ni qanaqa kadr chiqarmoqchisiz, qanaqa yondashmoqchisiz kadr bilan, bu sizning o'zingizni badiiy tomonda yondashishingiz bo'ladi. Endi biz qiladigan ishimiz, demak bizda hozir neytral holatga keltirish rangimizni. Xo'p, biz hozir mana bu boshda birinchi kadrimizda Lumetri colorlarni rosa o'zgartirdik, to'g'rimi? Lumetri scopesni, mana bu diagrammalarini o'zgartirdik va bizda nima bo'ladi? Lumetri colorni o'zgartirganimizdan keyin bu yoqdan stabilizator topdik ekan. Bizda Lumetri color degan effekt tashaladi. Bu yerda bu yoqda effekt paneldan ham tashash mumkin edi. Lumetri color deb yozib bu yoqdan. Lekin bu yoqqa Lumetri color deb tashashi bu yerga hojat qolmadi. Bu yerda Lumetri color avtomatik ochib berdi. Bu yerda xo'p, Lumetri color bu yerda ochsangiz ham bu tomondan o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yoqdagi Lumetri color panelda ham xuddi o'sha narsalar ikkalasi, ya'ni Lumetri color paneli bilan mana shu videoyimizni ichidagi Lumetri color effekti ikkalasi bitta narsani, bitta vazifani bajaradi. Bu ketma-ketligi ham, boshqasi ham xuddi bitta narsani, xuddi o'zginasi. Bu yerdan foydalanmasangiz ham bo'ladi. Bu yerda Lumetri scopesda tursangiz ham bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Endi bizdan qiladigan ishimiz Lumetri color o'zi bilan birga tanishib chiqamiz. Ya'ni biz kadrimizni salgina rangliroq qilishga harakat qilamiz. Endi biz kadringizni balans qilib oldingiz. Hammasini balans qilib oldingiz deb hisoblaymiz va biz shu kadrimiz balans qilib olganimizdan keyin bir hammasiga rang berib chiqamiz. Buning uchun biz adjustment layerdan misol uchun foydalansak bo'ladi. Har bitta kadrga balans berib chiqasiz alohida. Adjustment layer bilan hammasini bir xil balans qilib olganingizdan keyin kadrlaringizni hammasini umumiy bir xil qilib bo'yab olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa qilib rang bersangiz bo'ladi. Ya'ni Premiere Pro yordamida Lumetri color effektidan foydalangan holatda. Keling, adjustment layer yordamida biz kadrimizga ozgina rang beramiz. Buning uchun keling Lumetri color bilan tanishamiz. Bir boshdan boshlaymiz. Basic correctionda ichida biz nima ishlar qilamiz? Bunda ham misol uchun kadrimizni balansini o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni temperaturasini ko'p qilishimiz mumkin yoki sariqqa. Agar temperaturasi sariqqa ko'p o'tib ketib qolgan bo'lsa, mana bu holatda ko'rinishga kelib qolgan bo'lsa, ya'ni исходник materialingiz, uni ko'k tomonga tortadigan bo'lsangiz, unga balansini pastroq, ya'ni oshirsangiz bo'ladi balansini. Ko'k tomon balansi shunda Kelvinni tepaga ko'tariladi. Hozirgi holatda 0 ga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Endi tintni ko'rib chiqamiz. Yuzga sal rang bersangiz bo'ladi. Mana hozirgi holatda yuzda salgina rang yo'q.
Ko'rasiz, yuz sal yashilroq bo'lib turibdi. Hozir adjustment layer bilan ishlayapman. Adjustment layerga Lumetri Color tashib, hammasini birdaniga bo'yayveramiz. Demak, tint yordamida biz agar salgina odamga rang bersak bo'ladi, mana bunaqa. Yoki bo'lmasa, shu odamning rangi agar shunaqa qip-qizil bo'lib, bunaqa ko'payib ketgan bo'lsa, uni kamaytirishingiz mumkin tint yordamida. Salgina ko'paytirib qo'ysak, zarar qilmaydi. Endi saturationga o'tamiz. Saturation bizga nima uchun javob beradi? Agar kadringizda rang kam bo'ladigan bo'lsa, unga rang berishingiz mumkin, ya'ni ranglarni kuchaytirishingiz mumkin. Har bitta pikselga qanaqa rang berilgan bo'lsa, o'sha ranglarni kuchaytirish imkoniyatini beradi. Bu saturation. Saturationni ko'paytirsangiz, kadringizda ranglar ko'payib boradi va oxirgi holatda bunaqa holatga keladi. Bu yerda ko'payib ketganini ko'rib turishingiz mumkin ranglarni. Agar buni 0 qilib qo'yadigan bo'lsangiz ham, mana kadringiz oq-qora bo'ladi va shu joyda qoladi. Buni salgina keling, ranglar yuzda bu salgina kamlik qiladigan bo'lsa, salgina ko'paytirasiz. Endi mana bu holatga olib kelasiz, misol uchun. Agar sizga birorta o'tkir syujetli filmni agar montaj qilayotgan bo'lsangiz, mana bu holatga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun. Salgina rangni ko'paytirasiz. Va biz color, ya'ni rang bilan ishlaydigan joyidan o'tib oldik, uni yopib turasiz va biz endi yorug'lik bilan ishlaydigan joyga o'tib oldik Lumetri Color'ni. Ya'ni biz hali basic correctionning ichidamiz. Yorug'lik bilan ishlaymiz, ya'ni o'sha svet bilan ishlaymiz, ya'ni bu yerda qanaqa svet bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning nastroykalarni ozgina o'zgartiramiz. Birinchi ekspozitsiyadan boshlaymiz. Ekspozitsiyada biz yorug'likni umumiy ko'paytirishingiz mumkin. Va shu bilan yorug'likni umumiy kamaytirishingiz ham mumkin. Agar kadringiz bunaqa yorug'lashib ketgan bo'lsa, ozgina pastga qaytarishga harakat qilib ko'ring. Agar shunaqa olib kelingan bo'lsa-da, kadringiz, исходный materialingiz agar kamayib qolgan bo'lsa, shu ekspozitsiya yordamida ko'paytirsangiz ham bo'ladi ozgina. Bu hozirgi holatda menda 0 da turganda sal kamlik qotganga o'xshayapti. Shuning uchun salgina uni ko'paytiraman. Va kontrast. Bu o'sha kadrimizning kontrastini xuddi o'zginasi. Bu yerda misol uchun videomizda, ya'ni kadrimizda kontrast salgina kamga o'xshaydigan bo'lsa, unga kontrast berishingiz mumkin. Mana ko'rasiz, kontrast bu boshqacha nastroyka, ya'ni kontrastni ham ozgina ko'paytirish mumkin. Endi bu yerda aniq bitta narsa fikr bildirishi o'zi noto'g'ri. Ko'paytirib, kamaytirib ko'rasiz, shu o'zgarishini ko'rasiz va sizga aynan sizning materialingizga, sizning mahsulotingizga aynan qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, siz aynan o'shandan foydalanasiz. Demak, bizda highlights bor, keyingisini ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni highlights bu bizda kadrimizda qanaqa yorug'roq narsa, detal bo'ladigan bo'lsa, o'shani ko'paytirib yoki kamaytirishingiz mumkin. Ya'ni o'sha yorug'lik manbaini misol uchun ko'paytiradigan bo'lsangiz, yorug'roq joylar yana ham yorug'roq bo'ladi. Misol uni kamaytiradigan bo'lsangiz, yorug'roq joylarni kamaytiradi. Bu ekspozitsiyada umuman boshqa narsa. Buni faqat o'zingiz praktikada bir-biridan farqlarni ajratib olsangiz bo'ladi. Ana endi bizda shadows turibdi. Bizda shadows degan bu nima? Misol uchun kadrimizda birorta soyali joylari bo'ladigan bo'lsa, o'shani yorug'ligi uchun javob beradi. Bu avtomatik tarzda o'sha kadrdan o'zi anglab oladi, qayerlar soya, qayerlar qorong'uroq joy. Ya'ni shadowsni yorug'ligini oshiradigan bo'lsangiz, o'sha soya bo'lib turgan joylarga svet qo'shish boshlaydi, ya'ni yorug'lik qo'shish boshlaydi. Agar uni kamaytiradigan bo'lsangiz, soya joylardan yana ham ranglarni olib tashlashga harakat qiladi. Keling, shadowsga ham ozgina ranglar qo'shamiz. Va white turibdi. Bu yerda white degani kadringizda turgan, misol uchun oq rangga yaqin bo'lgan ranglar bo'ladi-yu, o'sha ranglarni svet qo'shadi va ulardan o'sha yorug'likni olib tashlashga yordam beradigan narsa. Bu white bo'ladi. Misol uchun mana bu oq ranglarga qaraysiz. Mana bu yerda oq rang bor, bu yoqda devorlarimiz hamma oq. Agar bunga yorug'lik qo'shadigan bo'lsangiz, o'sha oq ranglar yana ham yorug'lashadi. Agar undan kamaytiradigan bo'lsa, oq rangdan svetni olib tashlashga harakat qiladi. Bunga ham ozgina qo'shamiz. Black deganda o'sha qora ranglarni, endi qoraroq joylarni ranglariga svet qo'shishingiz mumkin. Shu bilan undan svetni olib tashlashingiz mumkin. Ko'rasiz farqini. Keling, blackdan esa minusga sal kamroq qilamiz. Misol uchun hozir adjustment layerga tashlaymiz-ku, Lumetri Color. Shu adjustment layerni enable disable qilib
kadringiz qanaqa o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Ko'rasiz. Mana kadrimiz oldingi holatida edi. Endi enable qiladigan bo'lsangiz, kadr hozirgi Lumetri Color'ni o'zgartirgan holatimizda mana shu holatga keldi. Ana endi sal pastroqga qildiratamiz. O'ta Lumetri Color FX dan foydalansangiz bo'ladi. Oldingi darslarda o'rgangandik. Tushundingizmi? Bizda hozir yomon holatga ketmayapti. Hozir biz kadrni yaxshi bo'yayapmiz har holda. Bu oldingi holatida edi va FX yoqamiz. Hozir yaxshi o'zgarishlar yomon emas har holda. Endi davom etamiz. Biz demak basic correction ichidagi color va light dan foydalanishni o'rgandik. Buni yopib turamiz va keyingi creative ni ochamiz. Creative'da biz nima qilishimiz mumkin? Mana ko'rib turganingiz o'sha kadrimizni ochib beryapti. Ya'ni o'sha yurgichimiz qayerda tursa o'shni ko'rsatadi. Bu yerda ham. Xo'p, ana endi lookga e'tibor beradigan bo'lsangiz, keyin men masalan kamroq qilaylik. Bu yerda uncha ishlamayapmiz-ku. Xo'p, lookni qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda lookda siz tayyor ranglarni, o'sha nastroykali ranglarni bersangiz bo'ladi. Bu yerda har xil presetlar bor. O'sha kadringizni bo'yash uchun sizga yordam beradi. Misol uchun, bu shunaqa oq-qora qilib berar ekan, misol uchun. Endi o'sha bo'yagan kadrni siz o'sha men bu Lumetri Color ichida men Creative'dagi kadr tagidagi men bu yurgich mana nastroykasi bilan siz o'shani ko'paytirishingiz mumkin, o'sha berayotgan effektini yoki kamaytirishingiz mumkin. Sizga qaysi biri kerak bo'lsa, shu yerdan ham misol uchun tayyor presetlardan foydalansangiz bo'ladi. Buni ko'rib chiqing siz birrov. Ko'paytirib ko'ring, kodek, ya'ni plyonka effektini beryapti bu yerda. Biz hozircha keling bizani chalg'itmaslik uchun nonni qo'yib qo'yamiz-da, mana buni. Bu ko'rasiz, biz hozir hech qanaqa effekt bermaganimiz uchun mana biz sensitivitysini ko'paytiramizmi, kamaytiramizmi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti bu yerda. Intensity degan narsasi bu yerda aynan lookni ichidagi mana bu tayyor ranglarini, rang berish qobiliyatini kuchaytirish yoki kamaytirishga kerak bu yerdagi foiz. Bunda turibdi, keling mana buni ham bizdan chalg'itmaslik uchun yuzga qo'yib qo'yamiz. Bizda faded film degan narsa bor. Faded filmni keling ko'paytiramiz. Bu yerda o'sha film effektini beryapti, qanaqadir bu ham. Faded filmni men bunaqa ishlatmayman, 0 da turadi menda. Va bizda sharpen. Men sharpenni nima uchun ishlataman? Sharpen misol uchun kadringiz besfokusroq bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Mana bunaqa, misol uchun men bitta besfokus deylik. Aslida fokusda bo'lgan, endi qimirlagan holatda besfokusroq. Shu sharpenni salgina ko'paytirsangiz, misol uchun kadringizni ozgina fokusga keltirishga yordam beradigan qo'shimcha qurilma-da bu ham. Birinchi o'sha ranglarni misol uchun ko'rasiz, bizda qanaqadir kuchaytirib ranglarni. Bitta zerno hosil bo'lyapti. Agar kadringiz zerno bo'ladigan bo'lsa, uni kamaytirsangiz, kadrdan ozgina zernolar ham ketdi. Keyin buni ham chalg'itmaslik uchun 0 qo'yib qo'yamiz. Va bizda yana saturation ochib beryapti. Xuddi boyagi saturationni xuddi mana shunga chiqarib berdi. Shadow tint va highlight tint va tint balance unaqa men foydalanmayman. Bular nima uchun kerakligini uncha tushunmayman. Men faqat tushungan narsamni ishlataman va sizga o'shani tavsiya qilaman. Demak, Creative bilan ham ozgina tanishdik. Yana keling Curves ochamiz. Curvesni ichidagi RGB Curves yordamida biz kadrimizni balans qilib oldik. Ana endi keling biz keyingi RGB Curves tagida turgan mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, bitta, ikkita va 3 ta rangli chiziq ko'rishingiz mumkin. Bu diagrammalardan foydalanishni o'rganamiz. Endi qarang. Bizda mana bu yerda anaqa pajarni shlangimiz turibdi, to'g'rimi? Pajarni shlangimiz bunaqa joylashgan joyi deylik. Demak, shu rangini keling mana shu qizil rangini, ya'ni umuman olganda kadrimizdagi hamma qizil rangni kamaytirishimiz kerak bo'lib qoldi, misol uchun. Va siz shunchaki mana bitta pipetkani olib turib, shundan rangini ustiga bosishingiz mumkin va sizga o'sha mana bitta 3 ta nuqta qo'yib beradi va bizani mana shu pajarning shitimizni, ya'ni pajarning shlangimizni joyi bunaqa korobkasini mana shunaqa qilib 3 ta nuqta qo'yib beradi va uning o'rtasidagi nuqta aynan mana shu rangni xuddi o'zginasi bo'ladi. Bular nima uchun qo'yiladi? Bu yerda qolgan ikkitasi bu yerga chegara berish uchun qo'yiladi. Ko'rasiz, bu ushab qoladi bu yoqdan qolgan ranglarga tegmasligi uchun. Demak, bu yerda korobkasini rangini olib tashlashingiz uchun pastga tortasiz. Pastroqga tortadigan bo'lsangiz, ko'rasiz, bizda diagrammamiz ichida vertikal chiziq paydo bo'lyapti va o'sha rangni qanchalik rangsizroq holatda
keltirishingiz yoki kurasi tepaga tortganimiz sari o'sha vertikal chizig'imiz tepa qismi yana ham qizilroq, ya'ni o'sha rangga olib chiqsangiz ko'rasiz, bu yerda korobkamiz rangi yana ham qizillashib ketdi va bizda qolgan kadrimizdagi boshqa joylardagi qanaqa qizil rang bo'lsa, o'sha ranglarni yana ham kuchaytirib yubordi. Keling, buni pastroqga tushirsak ko'rasiz, bizda shetimizda ham qizil rangi ancha olib tashladi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Bu nuqtalarni o'zingiz qo'l bilan bersangiz ham bo'ladi. Mana sichqonchani bu yoqqa olib borsangiz, ko'rasiz, bu yerga nuqta qo'shish uchun sichqonchamizni bunaqa ikonkasi, ya'ni o'zgaryapti. Bu yerda nuqta qo'shishingiz mumkin, bu yerga va bu yerdan ham o'zgartirishingiz mumkin. Ko'paytirib tushirishingiz. Demak, bunga hozircha tegmay turamiz. Buni nima uchun javob berishini siz tushundingiz deb o'ylayman. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizga nima uchun javob beradi? Misol uchun, keling boyagidek mana buni rangini o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Taxminan qizil mana shunaqa chegaralarini qo'yib, qizil rang bilan ozgina o'ynab ko'ramiz demak. Ko'rasiz, bu yerda vertikal chizig'imiz sal boshqacharoq. Ko'rasiz, boya bitta rangdan tashkil topgan edi va pastki qismi xiraroq edi, tepa qismi ya'ni rangli qizilli ko'paytirilgan joyi varianti edi. Demak, bu yerda ko'rayotganingizdek bizda вообще boshqa narsa hosil bo'ldi. Bizda kamalak rang bo'lib ketdi. Bizda o'sha qizil rangini o'zini o'zgartirishingiz mumkin. Vertikal chizig'imizning rangi ko'k rangda turibdi bu yerda hozir. Mana teparoqga chiqasiz, mana feroz rangiga o'tib ketdi. Bu yerda hamma kadrimizdagi qanaqa qizil rang bo'lsa, o'sha rangga boshqa rangga o'tkazib qo'yishingiz mumkin qisqasi. Bu ham sizga qanaqadir kreativ joylarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Mana shu rangni o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz yana birgalikda. Keling, o'sha qizil rangni kamaytirib ko'ramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha rangga tushib turgan yorug'likni kamaytirishingiz mumkin. Aynan o'sha rangga tushib turgan yorug'likni yoki o'sha rangga tushib turgan yorug'likni yana ko'paytirishingiz mumkin. Bu ham birorta joylarda kerak bo'lib qoladi. Misol uchun ko'paytirib tashlasak, mana ko'rasiz, bizda vertikal chizig'imiz ham sal boshqacharoq rangda oq qolib chiqyapti. Ya'ni bu yerda svet ko'payib ketyapti qizil rangda. O'shaning uchun qizil rangdagi hamma joylar mana bunaqa oqarib nuqta-nuqta bo'lib qoldi. Bizning kadrimizdagi, bizning personajimizdagi yuzidagi ranglari ham qizillar bor edi. O'sha qizillar oq rangga o'zini o'zgartirib, bu ya'ni birakkop keldi va oxir-oqibat. Demak, mana shu nuqtadan sal pastroqga tushadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha ranglarga qora qilib qo'yish ham mumkin. Bu ham joyida sizga kerak bo'lib qoladi. Buni ham bilishingiz kerak. Demak, bizda keyingi mana bu oq chiziqlardan hozircha foydalanmay turamiz. Buni sizga hozir tushuntirishim salgina qiyinroq. Hozircha keling, siz mana shu 3 ta kamalak chizig'idan misol uchun foydalanishingiz mumkin va bizni RGB Curves yordamida kadringizni balansga keltirib olishingiz mumkin. Keling, Curvesni vaqtinchalik yopib turamiz. Hozircha bugungi Curves yetadi. Bu yoqdagi qolgan 3 ta bo'lim bilan esa bugunchalik tanishmay turamiz. Keling, chunki darsimiz juda ham qiyinlashib ketib qoladi, og'irlashib ketib qoladi. Balki keyinchalik bu bo'limlarga ham birga qaytaramiz. Hozircha bizga bular kerak emas. Hozir sizga shu paytgacha, hozirgacha o'rgatgan narsalar, Lumetri Color'da o'rgatilgan narsalarni agar shuni ham eslab qolsangiz, shuni o'zi ham deyarli montaj qilishingizga bemalol yordam beradi. Qolgan qismi unchalik sizga kerak bo'lmaydi hozirchalikka. Bu video materiallarni men Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Uni 4-dars uchun video materiallar deb tashab qo'yganman. Biz 4-darsdan beri mana shu video materiallardan o'z foydalanyapmiz. Keyingi darslardan balki yangi narsani o'rganishimiz uchun yangi video materiallardan foydalanamiz. Telegram gruppa bor. Telegram gruppa ochdim. O'sha Telegram gruppada montaj bilan bog'liq bo'lgan o'zingiz savollaringizni yozishingiz mumkin va sizga o'zim qo'ldan kelgancha yordam beraman. Shu bilan bu darsni ham tugatsak bo'ladi. Keyingi sizni 9-darsda kutib qolaman.